qaysi sohani tezroq o'rgansam bo'ladi? Qaysi sohada ko'proq daromad qilsam bo'ladi? Qaysi sohada baxtli bo'laman? Sizda ham shunday savollar miyangizda aylanyaptimi? Nega yoshlar o'zlari xohlamagan sohalarda 4 yil o'qishadi? Qachon va qanday holatlarda ishdan ketish kerak? Bu videoni oxirigacha ko'ring, sababi sizni karyerangizdagi muhim qarorlar qanday qabul qilinishini ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik yoshlarni o'qiyotgan sohasiga umuman qiziqishi yo'q. Bunga asosiy sabab ular bu sohani atrofdagilarning gapiga yoki bo'lmasam ota-onasini xohishiga ko'ra tanlagani bo'lib chiqadi. O'qishni bitirib ishga kirganda esa bu sohaga umuman qiziqishi yo'qligini tushunib yetadi. Sohani o'zgartirish esa doimo qo'rqinchli. Chunki siz mavhumlikdan qo'rqasiz. Nima bo'larkan? Keyin ish topa olmasamchi? Hammasini noldan boshlashga to'g'ri keladimi? Odamlar kasblarini o'zgartirmaydigan yana bir sabab bu golden cuffs, ya'ni o'zbekchasiga aytganda oltin kishan. Oltin kishan bu katta kompaniyalar tomonidan o'z xodimlariga beriladigan katta va yaxshi imtiyozlar hisoblanadi. Misol uchun, yil oxirida beriladigan bonuslar yoki bo'lmasam sog'liq uchun sug'urta kabi imtiyozlar. Aynan shunday imtiyozlar xodimlarni yillar davomida o'z yoqtirmagan ishlarida ishlashga majbur qiladi. O'zbekistonda xodimlari va uning oila a'zolari uchun 1,5 million dollardan sog'liq sug'urtasi uchun pul ajratadigan kompaniya bor desam ishonasizmi? Albatta bor. Xuddi shunday imtiyozlar uchun ham ulardan xodimlar ishdan ketishi juda ham qiyin va ularda ish tashlash juda ham kam kuzatiladi. Men albatta HR sifatida bunday imtiyozlar tarafdoriman. Bular kompaniyada xodimlarni qanchalik qadrlanishini ko'rsatib beradi. Lekin kasbiy qiziqishlarga kelganda esa inson albatta o'z sevgan kasbi bilan shug'ullanishi kerak deb hisoblayman. Kasbni o'zgartirish bu xuddi yangi Netflix serialini boshlashga o'xshaydi. Boshida yaxshi qiziqasiz, keyin esa bu to'g'ri qarormi deb o'ylab qolasiz. Xo'sh, odamlar nega kasb o'zgartirishadi? Birinchi sabab bu qoniqmaslik, ya'ni hozirgi ishdan zavq olmaslik yoki o'sish imkoniyatlarining yo'qligi. Ikkinchi eng katta sabablardan biri bu moliyaviy sabablar. Kam maosh tufayli yuqori daromadli sohalarga o'tish istagi. Uchinchi sabab esa bu qiziqishlarning o'zgarishi, ya'ni yoshlikdagi qiziqishlar boshqa, lekin o'zingizni rivojlantirishni xohlagan soha boshqa bo'lishi mumkin. To'rtinchisi esa bu bozor tendensiyalari, ya'ni IT, data science, sun'iy intellekt kabi yangi va yuqori maoshli sohalarning rivojlanishi. Boshqa sohaga o'tmoqchi bo'lganingizda, uni qanchalik quloqqa yaxshi eshitilishiga emas, balki u sohaga o'tganingizda sizning kundalik hayotingiz qanday bo'lishiga ko'proq e'tibor berishingiz kerak. Misol uchun, ko'pchilik trading sohasiga qiziqadi, lekin trading million u yoqqa million bu yoqqa qilish emas, balki 24/7 kompyuter qarshisida o'tirib, bozorni kuzatib borish kerakligini bilishmaydi. Shuning uchun ham oldin aytganimdek, boshqa sohaga o'tayotganingizda uni chiroyli nomiga qaramang. Aksincha, kundalik ishlarga ko'proq e'tibor bering. Keyingisi bu asosiy ishingizni tashlamasdan turib boshqa sohani o'rganish. Aytaylik, siz marketing sohasida ishlaysiz, lekin o'z ishingizni IT dasturchilik sohasiga o'zgartirmoqchisiz. Shunda siz asosiy ishingizni tashlamay turib IT sohasini yaxshilab o'rganishingiz kerak. Bo'sh vaqtingizda YouTubedan qiziqqan sohangiz bo'yicha millionlab darslarni ko'rishingiz mumkin yoki bo'lmasam Udemy, Ustozai kabi platformalarda kurslarni o'rganishingiz mumkin. Shundagina kasb o'zgartirish unchalik qo'rqinchli bo'lmaydi. Keyingisi esa Grace Lordenning Think Big kitobini o'qish. Bu kitobda siz kelajakda o'zingizni qanday ko'rishingiz uchun juda ham ko'p mashqlar mavjud. Misol uchun Me plus What will be doing, ya'ni men kelajakda nima bilan band bo'laman mashqi. Bu mashg'ulot karyera va kasbni o'zgartirmoqchi bo'lgan insonlarga juda ham to'g'ri keladi. Misol uchun, quyidagi mashg'ulotda savollarga javob berib, siz o'z karyerangizni qayerda boshlamoqchiligingizni aniqlashingiz mumkin. Bunda birinchi savol, mening eng katta va uzoq muddatli maqsadim bu degan joyga siz o'zingizni uzoq muddatli maqsadingizni yozib ketsangiz bo'ladi. Ikkinchi savolda mening kelajakdagi lavozimim, ya'ni siz kelajakda o'zingizni qaysi lavozimda ko'rasiz, shuni yozishingiz kerak. Men ishlaydigan soha, qaysi sohada ishlaysiz? Bu IT mi yoki marketing sohasimi? Shularni yozib chiqasiz. Keyingisi esa men ishlayotgan kompaniya. Agar siz qandaydir kompaniyada ishlamoqchi bo'lsangiz yoki maqsadingiz bo'lsa, shuni yozib chiqishingiz kerak. Va oxirgi savol bu men boshqaradigan kompaniya xususiyatlari quyidagicha bo'ladi. Agar siz ishlamoqchi emas, balki o'zingiz biznes qilmoqchi bo'lsangiz, shularni yozib chiqishingiz kerak. Bundan tashqari, quyidagilardan biriga ham javob berishingiz kerak. Ya'ni, misol uchun mening rolim hozirgiga o'xshash bo'ladi, lekin javobgarliklarim quyidagilar bilan kengayadi. Agar siz hozirgi sohangizda qolmoqchi bo'lsangiz, lekin o'sishni xohlasangiz, u javobgarliklar qanday bo'ladi? Shularni yozib chiqishingiz kerak. Keyingisi esa men butunlay yangi sohada ishlayman va mening vazifalarim quyidagilar bo'ladi.
Agar siz umuman boshqa sohada ishlaydigan bo'lsangiz, sizning vazifalaringiz nimalardan iborat bo'ladi va shularni yozib chiqishingiz kerak. Keyingi maslahatim bu kuniga 15 daqiqa o'sha o'zingiz o'zlashtirmoqchi bo'lgan sohani o'rganish uchun vaqt sarflashingiz kerak. Atom odatlari kitobida aytilgandek, bizning har kuni qiladigan kichik harakatlarimiz katta maqsadlarimizga erishishimizda yordam beradi. O'ylaymanki, hammada 15 daqiqa vaqt bo'lsa kerak va buni siz o'sha sohani o'rganishga sarflashingiz va o'z rivojlanishingiga sarflashingiz kerak. Ko'p talabalar va professionallar sohani o'zgartirish deganda yana qaytadan bakalavr yoki magistraturani o'qishni tushunishadi. Lekin men bunga ortiqcha pul yoki vaqt sarflamasligingizni maslahat beraman. Uni o'rniga hozirda mavjud resurslardan foydalanganligingiz ma'qul, ya'ni kichik maqolalar yoki bo'lmasam kurslarda o'qish va shunga o'xshagan resurslar. Darsda aytilgan hamma mashqlarga havola video ostida berilgan. Keyingi darsni ko'rish uchun ekranda chiqqan playlist ustiga bosing. Aytgan ikkita kitobimni o'qisangiz zo'r bo'lib ketasiz.